Olinglar. Ovqat juda ham shirin ekan. Endi biz ishga qaytishimiz kerak-a? Demak, birga ishlaysizlar? O'liz juda ham mehnatsevar bola. Zalimizda yillab dog' bo'lardi. Shuni tozalab yo'qotib yubordi qani. U ham mayli, och qolgan bolalarga lavash berib, qornlarini to'yg'izdi. Xullas, O'liz juda ham yaxshi bola. Assalomu alaykum. Tohir Omonovich. Men Suhrobman. Alaykum assalom. O'tiringlar. Mana Abror ishga joylashibdi. Rahbari bilan ketdi. Barakalla. Ish topsan-da. Men bilardim. Harakat qilsang, ishing yurishini. O'lizning ishi juda ham yurishdi. Avval zalda tozalardi. Hozir mana yetkazib berishda ishlaydi. Keyinchalik oshxonaga ko'tarilishi mumkin. Shunaqa. Sekin lavozimni ko'taribdi-da. Juda yaxshi. Bo'lmasam, o'g'lim, ertadan o'zimni korxonamda ishlaysan. Men seni direktor qilib qo'yaman. Yo'q. Dada. Mani o'zimning ishim bor. Demak, sodiqlikni ham o'rgatibdi-da. Juda yaxshi. Burxonjon, Suhrob. yuring. Bo'lmasam, Abror buguncha uyda qoladi. Ertaga siz o'zingiz ishingizni davom ettiravering. Biz korxonaga olib ketamiz. Ish o'rgatganlar uchun sizlarga katta rahmat.